Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Biz bugün yana davamlıq sizlərinin huzurunuzğa Angliyanın paytaxtı Londonda elib berilayotgan Uyğur Sot Kollegiyasının 3-cü günlük taqdişini huzurunuzğa bagışlayatmız. Mən Alim, bu yoq Mehmetcan. Möhtərəm qarindaşlar, möhtərəm görürmənlər, ekranımızğa qayıt xoş gəldinglar. Bugün yana sizlərə sotda bo'lib o'tgan guvohliklardagi muhim nuqtalarni xulosalab diqqatingizga sunamiz. Qana diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Tamam, undaqda men Muattar xanım haqida azroq bir tushunish berib o'tay. Albatta, başlayalım. Muattar Elqut xanım men ko'rib o'tganimizdek, Yevropada faoliyat qilayotgan Uyg'ur adliya arxiv ombirining yosh tadqiqotchisi. Bugün ko'rib o'tganimizdek, bu guvohlik berish yig'inida o'zining shu arxiv ombirga uçur toplash va uçurlarni yig'ish va uçurlarga asosan doklad tayyorlash jarayonidagi metodologiyasi, uçurlarni toplash usuli qatorliqlarni kuchli bir şekilde, ro'shan bir şekilde, jalliq ravon ingliz tili bilan sharhlab o'tgan bo'ldi. Bunga yana majburiy emgak tug'uchaklash, lagerlarning o'rni, andin bu tutilgan odamlarni yig'ish jarayonidagi ismlar degandek shu tartiblarni bir tushuntirib o'tdi. Ben şu şahit, yani Uyghur Adliya Arxivininki torbetiga chiqib qarab baqdim-da. Qarsam bu torbet adamni ta'sirlantirgudek darajada shundoq oddiy ham bek unumlik aylangan torbet ekan. Hozir qarsak bu torbetda yig'ilgan guvohlarninki rasmlarimi hali obdan, masalan, işte rasmlar bilan bada bu ekranda torbetda. Hozirgacha bulardan şu guvohlik berguvchilarning ba'zilarini tordan olamiz deydi. İnternetin ağa vaqtimizda bularni biz uçurlarlik, ochiq manbadan ağa uçurlarni biz texir dalillanmagan deb kategoriyaga kirgizamiz. Ochiq manbadan kirgan shu uçurlarni biz shular munosabatlik guvohchilarni topgandan keyin dalillangan deb kirgizamiz deb nima qilibdi. Qarsak 500 dan ortiq guvohchininki shu adliya arxiviga kirgizilganligini aytib o'tdi. Qisqasi bu qizninki bergan guvohligimi shunchalik unumlik natijalik bo'lgan bir guvohlik bo'ldi deb qaradim, chunki yig'ish metodologiyasi, hatto bu bir parcha rasmni ko'rsatdi lager haqidagi. Qarasangiz, lagerninki shu har birininki o'xshamaydigan tuzilishi, ularga ishlatgan qurilish materiallari, hatto sim to'saq simlarininki loyihalashdagi farqlarni bu xonim noiti o'zining dokladida shunda chiroyli inchiqlik bilan ko'rsatib, ranglik ham rasmlar bilan, ko'rsatmalar bilan, ko'rsatkichlar bilan shunchaki yaxshi tushuntirib o'tdi. So'ralgan savollarni asosan boshda shu 2019-yili 24-sentabr, 24-sentabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishlagan kishilik huquq oliy kengashida China Tribunal, ya'ni Xitoy sotini maslahatchi bo'lgan Hamid Sabil degan apandim kishilik huquq advokati bu odammi. Bu şeyden asaslıkla sordu. Menimce bu Muattar xanımninki bu qitim bergan guvohligi oldingi qitimdagidan yaxshi bo'lgan bir guvohlik bo'ldi deb qaradim men. Yaxshi. Undaqda biz vaqtimiz ham tez, sizni to'liqlagan yo'llaringiz yaxshi. Men ham bir yig'iz narsani qaytib qo'yay. Yana o'tgan qitim bilan, o'tgan qitim 6-oydagi sotda bu Muattar xanımni taklif qildi bir qitim so'zlar. Bu qitimmi qayta taklif qilishga sababmi? Endi bularning Uyg'ur adliya arxivining nihoyatda muhim rol o'ynaganligi. To'g'ri deysiz. Ham bu sotmi albatta bularning qo'lga erishgan mush materiallar, ham mush guvohchilarning ayfolini texim yaxshi bilish uchun qayta taklif qildi. Endi bu qizim nihoyatda yosh, talantliq, ingliz tili shunda yaxshi, o'zim nihoyatda obdan isbot bergan bir qiz ekan. Bu qitim so'zligi nihoyatda yaxshi bo'ldi. Unda bo'lsa bu qizdan keyin Connor Healy apanim to'g'risida siz ta'sir qilgan ba'zi nuqtalarni bu IPVM şirketi, yani Amerika'daki şu yani tor dünyasındaki köçüş aparatlariga munosabatlik tadqiqotlarni ilib borgan bir tashkilot ekan bu. Bu tashkilot yaqindan beri Uyg'urlar haqida bir necha videolarni chiqardi. Masalan, Huawei'ninki torbetidagi Uyg'ur kuzatish, Uyg'urlarga ogohlantirish berish qatorliq jihatlarda ularning natija qozonganligidan iborat ularni o'zining shu natijalardan faxrlanib torlarga e'lon qilgan ko'rinishlarni chiqarib turib, mana Huawei degan dunyodagi shu internet yoki aloqali sohadagi yanfon sohasidagi cho'ng shirkatlarning birisi, Amerikaning olmi shirkatlari bilan baslashadigan bir shirkatda bu. Müştak bir çoğun şirketlerninki Uyg'urlarni ogohlantirish, yani Uyg'urlarning chiroyini tunish faoliyatiga qurilishga qatnashgan shirkat ekanligini necha qatim bir necha videolarla oshkorildi. Bu birisi yana
Bu Hikvision şunun qatarda. Dahva degandek Xitayning yana şu küçük aparatlarını işleş şirketlerininki Uyg'urlarning chiroyini tonish qurilishlarida qatnashgan ve şirketler ekanligini bana chiqib videolarni ishlagan. Bu efendimning bugun shu sotda ko'rsatgan, ya'ni sotda ta'minlagan, sotda o'zi so'zlagan dokladidagi muhim mazmunlarmi Xitoydagi cho'ng shirkatlarni buni qarasak, odamning diqqatini bek odamni cho'chitadigan bir nuqta nima desiniz? Bu Xitoydagi barliq cho'ng shu high-tech, ya'ni yuqori texnik shirkatlarning hammasi Uyg'urlarni kontrol qilish, Uyg'urlarning chiroyini tonish va Uyg'urlarni farqlantirish, Uyg'urlar haqida saqchilarga ogohlantirish signali üretiş qatarlı qurilishlarning hammasi qatnashganligini bu dokladdan ko'rib olamiz. Masalan, Baidu va buning ichida. Baidu degan Amerikadagi New York aksiya bozoriga tizimlatgan necha milliard dollarlik, multi milliard dollarlik shirkatda bu. Baidu degan shu Xitoyning Google'sida. Xitoyning Google deb qaraldi ekan. Baidu va buning ichida bayam dedik, nimani deb o'tdik, Huawei'ni. Bundan boshqa Dahua deymiz. Hikvision degan Alibaba mı var da? Alibaba Amerikada hatta şirket tarmak şirketleri var. Bunun setiş süpüsü Amazon bilen besleşidigan milyarder şirketlerinin birisi bu mu? Hikvision mu 60 milyar dolarlık soda kıldıgan şirketken. Hatta Angliyadaki şu kötüş aparatları bazarının 40%'ni Hikvision egeligенken de. Demek bu Angliyada işlep atkan sodda bu mutxas kopap Angliyada bu şirketninki setiş bazarınınki egellaş miktarı 40% dep. Angliyadaki zastavlarning oldida da'tida bu gapni. Shunday kuchli bir bo'ldi. Bu dokladga ham diqqat qildigan yana bir nuqta desangiz, shu Amerikada bunda ish bo'lganligini biz bilmaymiz, ammo Xitoyningki jamoat xavfsizligi ministerligi Uyg'urlarningki chiroyini tonishda bir nimani e'lon qilganligini deydi, shu bir o'lcham. Uyg'urlar muştaq nuqtalarda sizlar diqqat qilsizlar, har qanday shirkat shuni Uyg'urlarningki chiroyini tonish, Uyg'urlarni ogohlantirish, Uyg'urlarga ogohlantirish signal o'tadigan shu qurilishlarda qatnashgan shirkatlarga ularningki o'lchimini bekitib bergan gap. Demak, Xitoy jamoat xavfsizlik idorasininki ministerligininki buning ko'rsatmasi bor. Bu ko'rsatma bo'yicha mayli Hikvision bo'lsin, mayli Dahua bo'lsin, mayli o Haykang olsun, Haykang diye Hikvision degan şuğu, meyli Huawei, meyli Baidu, meyli Alibaba. Siz qanchalik multi milyard dollarlık şirket olib ketin, öz aldığınızı qılanmayız. Yanılan bu işinde Xitoyninki Jihi ministerligi bunun qilish usullarini belgilab berdi. Bu adam mandaq bir sözünü işletib berdi. Bu nima deydi desiniz? Bu zamanimizdagi avtomatlaştırılgan irqiy ayrımçılık, irqiy kamsitish deb aldı bana. Irqchilik. Shunaq. Avtomatlaştırılgan irqchilik. O sun'iy aql bilan, yuqori texnik bilan avtomatlashgan irqchilik. Uyg'urlarga yurgizyapti. Uyg'urlarga qarshi yurgizyapti. Ba'zi shirkatlar etnik, ya'ni asalliq millat deb ayirib qo'yganning ostiga asalliq millat kimni ko'rsatdi ekansiz? Yana Uyg'ur. Yana Uyg'urni ko'rsatdi. Uni qo'shtirnoqning ichida Uyg'ur. Asalliq millat deganimiz Uyg'urni ko'rsatdi manda. Shunday. Ya'ni sizning qo'shimcha qilgan taraflaringiz bo'lsa, texnik yaxshi. Meniki endi qo'shimcha qilganim bu hamma shirkatlar bu yerga hozir siz deb o'tib ketgan Huawei bo'lsin, Hikvision, Dahua, Alibaba va yoki yangi chiqayotgan ushaq yuqori texnik shirkatlar bo'lsin, Xitoyning hammasining asosan shu Uyg'urlarni tonish, bilish, Uyg'urlarning kendini iz qo'g'lash, shu tor internetda. Shu bularning asosiy vazifasi ekan. Muşu arqılıq bunu qila olgan shirkatlar buningdan faxrlangan, buni o'zining setish yoki e'lon qilish nuqtasiga qilgan. Biz hatto Uyg'urlarning yuzini tona olamiz, Uyg'urlarni real time, naq vaqt ularning keyinda jonli holda ularning keyinda iz qo'g'la olamiz. Hatto naq vaqtda saqchiga bildira olamiz. Uyghur alert, degan Uyg'ur agah desak, Uyg'urning yuzini tonagan zaman yoki bir bankada bir tisirtda ATM'da bir pul olib qolsa, chiroy taltisi bu yerda Uyg'ur. Bu faqatla Uyg'ur rayoni emas, hatto ishqirki o'lkalarni misol olgan. Masalan, ishqirki o'lkalar, masalan, Jiangsu'dagi bir şey. U yerda Uyg'ur bormi, yo'qmi, qilib bo'lmaydi. Shu yerdami bular alohida Uyg'urlarning yuzini taniydigan, avtomatik shunday sistemalarni o'rinlashtirgan. Yana birisi mening hayron qolganim hamda Uyg'urlarning yuzini tanish bir xil yuqori texnika bo'lsa, yana birisi o'sha Xitoyning abada o'tib ketgan Baidu nurg'un torbatlar bor. App'lar bor masalan. Hozirgi eng moda app hamda nurg'un Uyg'ur yoshlarga o'ynash mumkin masalan TikTok.
Moşunda hem bu Uygurlarning yüzünü tanışlam emas. Uygurlarningki chiqargan mazmunini kontrol qilish, o'chirish. Moş narsalarni. Moşunda darajada qila oladigan-da, masalan. Shuningga masalan bizning vatandagi Uygurlar elimi shunchalik jasorati bilan o'zining oilasining, urug' tuqqanlarining ahvolini tunigan deb o'tib ketgandek emojilar bilan isbotlagan bo'ldi gaqan. Hatto Uyg'urning yozgan narsalar, yozimlarini, so'zlarini avtomatik bilan content manage, mazmunni kontrol qilish, mazmunni o'chirish vaqti-vaqtida qila oladigan bo'lar. Shuningga bugun go'zalgan mutaxassislar guvohlar hali ko'p vaqtimiz qis, shunlashqa biz vaqtni sal kontrol qilgach bizniki shundoq bu qitimdagi ikkinchi qitimdagi guvohlik belgislarga o'tib ketsak deb o'yladim. Shundoq qilaylik. Bularning orasida boyama deb o'tdik, Avstraliya strategik tadqiqot institutininki yosh tadqiqotchisi Nathan Russell efendi bor. Siz mushu efendimninki so'zlardagi mühim noktalar olsa bir xulaslab o'tgan bo'lsangiz, men qo'shimcha qilay, o'z qo'shib bersa. Nathan Russell efendi albatta hammamizga ait tanishliq, mushu 2017dan beri bo'lib bularning tadqiqot mushu instituti, Avstraliya strategik siyosiy tadqiqot institutining o'ynagan rolini ait cho'ng bo'ldi. Bular xuddi Dr. Adrian Zenz o'xshash keynidan mushu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ham yerlik millatlarga qaratgan siyosatlari hem ilib bağlan usulları bolup muş lagerlarını kuruş, lagerlarını kışkı zavutlarını kuruş, Uygurlarını solaş, lagerlarının sani, çoğun kiçikliğe kançlık adam patıdı, etrafta kanday şekilde bu lagerlarını tapın doğrusu naitti inçkilik bilen köp doklatlarını çıkardı. Bunlar yakında mı bir doklatlarını çıkarmak için. Hem de bugün Nathan Russell efendi alaydı bir doklat tayarlamagan bolsun ama muşu özünün tədqiqat institutunun muş bir kanç yıldan yağı ilib bağlan şu e'lon qilgan dokladlar ustida to'xtaldi. Ya'ni bularning dalillangan hamda sun'iy amri orqali izlab tepib dalillangan lagerning sonining 300 ga yaqin ekanligi. Ya'ni bu lagerlarning ichiga 1 million odamni solashni aytdi. Oson ekanligi, mumkinchilikdan yuqori ekanligi. Uyg'urlarni, qolgan millatlarni bu lagerlarga silish. Ammo o lagerlarning ichida bo'lgan ba'zi narsalarni tushuntirib o'tib ketdi. Uningdan sirt yana şu Uygurlarning mechitlarini hem mazarlarını çekiş, onun sani cihetine ait yaxşı misallarını berdi. Çekiş sebeplerini, yani Xitoy hükümeti o, nimani qilgandan keyin o, şu Uygurlarning mechitlarini, mazarlarını chaqqandan keyin ustiga nima qurdi deganda, masalan, ya quruq ya mashina to'xtatgan o'rin, ya Xitoycha bir bog'cha degandek narsalarni qurganligi. Hatto masalan bizim bilamiz, BBC'de aynı vaqtida berib tekshirganda masalan ilaqi mushuk yiqning bog'chalarini qilib, haykallarni qilib. Hatta anlasak şu Uygurlarninki dağlıq şairi Lütfullah Mutallibninki. Lütfullah Mutallibning qabrisini suzib qilib o'tganligi haqida xabarlar bor. Shunda qilganlik. Hamda buning maqsadining nima ekanligini ayt yaxshi tushunadi. Hamda bularni ilaqi Xitoyning bir ilaqi taraqqiyot ehtiyoji sababidan emas. Gerçi Xitoy hukumati shunda deb tushundigan taqdirdami, amaliyotda o narsalarni o'rvitib, vayron qilib bo'lib, u yerga bir alohida bir yuqori sur'atli tosh yo'l yasqan yo'q, yo bir aerodrom sog'in yo'q, faqatlam yo bir mashina to'xtatgan yerga aylantirgan, yo bir sun'iy bir kichkina bog'dan bizning paydo qilgan. Yo'qotib o'tgan demakchi-da endi. Uyg'urlarning hamda tarixiy izlarini yo'qotgan. Yo'qtish, Uyg'urlarning kimligini hamda bir jihatdan bilan so'zlab o'tgan bo'ldi. Undan keyin Maya Mittalova xonim hamda Uyg'ur doktor nait yaxshi misollar bilan o'tirib qo'y. Siz buni bir tushundim. Bo'ldi. Maya Mutallib xonim, ya'ni Maysam Mutallib hozirgi shu dunyoga dangliq texnologiya universiteti, Massachusetts texnologiya universitetiniki G'olu yer tadqiqot laboratoriyasiniki mudiri, dunyoga ko'z ko'rmagan olimlarning birisi. Bu xonim uningdan boshqa shu Uyg'urlarning bejiq kelayotgan shu kunlarni dunyoga anglitishda zo'r tirishchanlikni ko'zitib kelayotgan faoliyatchilarning birisi desak bo'ladi. Chunki har hafta oxiri shu Volkswagenning oldida namoyish qilib, Volkswagenning bizning vatan Uyg'ur rayonida ochgan zavodlarga qarshi namoyish qilib kelayotgan xonimlarning birisi. Bugun bu sotda bergan guvohligida muhim bir nuqta shu DNA ratlash mashinasi va bu DNA ratlash mashinalarining nimaga ishlatilganligi, Uyg'urlardan elayotgan qon plazmalari ve bununki qanchalik ekanligi, hatta bu nimboga vaqtida qon plazmasi bu DNA mashinasininki ratlash
mashinasınınki yoki bir odamning DNAsini umumyuzlik ratlashga $1000 $5000 ketadiganligi. Hatta 10 milyon odamni qilish uchun 10 milyondan 10 milyarddan 50 milyard dollargacha pul ketadiganligini tushuntirib o'tgan bo'ldi. Buni bog'lab turib, hamda bu DNA'ningki birdan-bir maqsadi, mushtaq zo'r miqdorda mablag' solishga maqsadi cho'qim buni lagerlarda ilib berilayotganligi ilgari surilayotgan, ammo to'liq isbot bo'lmagan organ yig'ilish ishiga yig'inchoqlikni bo'ldirganligini so'zlab o'tdi. Bu o'zgacha bir doklad bo'ldi deb o'yladim men. Shundaq, bu Mayisam xonim albatta o'zi bir tadqiqotchi bo'lish sifatida bilan o'sha DNA'ning, ya'ni bu Xitoy hukumatining butun Uyg'ur yerlik millatlarning DNA'sini erishgan maqsadi hamda o'sha organ almashtirishda muhim rol o'ynaydi deb uni yaxshi tushuntirib ketdi. Yana birisi Amerikaning Thermo Fisher degan shirkatining o'sha DNA'ni ratlash mashinalarini Şinjan Abdum rayonluq saqchi idorasiga setib bergan-da. Setib bergan. Jihi organlarga satdi. Jihi organlarga. Ular anankin yerlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz hamma millatlarning o'sha 2017da Chunchonga kelishdan burun bir qancha qitim keyin yillab hatto 2017dan keyin o'sha 20 millionga yaqin insonning DNA'ni, ularning biologiyalik uchurlarini, ovoz bo'lsin, ko'zi, qarchug'ining nimasi bo'lsin degandek qon tipi hammasidan tatib olganligi bo'lanki. Bu tasodifiy emasligi bo'lib, lagerlarning tanlash huquqining yo'qligi, ularningki organlarini, masalan, musulmon davlatlardan kelgan halol organ bo'lgan Saudiya bo'lsin, qolgan yer bo'lsin, ularningki tezdan bir ishkapning ishlam tiparalaydiganligi, masalan, Amerikadagi davlatlar bo'lsa bir qancha yil saqlaydi bir organ almashtirish uchun. Xitoy shunda tezligini hammasini bog'lash orqali, ya'ni bu Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning DNA'ni tekshirish sababdan o'sha organ almashtirish ishlatganligini o'ttirib qo'ydi. Bu munoyid bir yaxshi bir doklad bo'ldi. Undan keyin albatta oxirida Kanadalik Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdosh xonim hamda Xitoy hukumatining ya'ni bu irqiy qirg'inchilik qilishning niyatini borlig'ini o'zining dokladi orqali tushundirgan bo'ldi. Bu to'g'risiz bir tushuntirish bergan bo'ldi. Ruqiya Turdosh xonim ma'lum bilganimizdek faoliyatchilarning birisi hamda Kanadada Uyg'ur faoliyatini olib berayotgan, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan yosh tadqiqotchilarning birisi. Bir necha kitoblarni yozdi. Buning birisi masalan Ko'k pasport arzusi, Uyg'urlarningki shu uluschilik degan nima degandek temalarda fikr yurgizgan tadqiqotchilarning birisi. Bu xonim bu yil iyundami shu Londonda ishilgan sotqa tunji qatimliq sotqa qatnashgan va guvohlik bergan. Bu yerda shu Xitoyningki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarning irqiy qirg'inchilik bo'lganligini shu irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi moddalarga sab turib sharhlab o'tgandi. Bu da qilsa shuning ma'lum darajada o'xshaydi. Buningda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan insonsizlashtirish, ya'ni Uyg'urlarga qaratgan kamsitish so'zlari, haqorat so'zlarininki kelib chiqish manbasi va buning ta'siri ve bunun yani ballarının atanlarından ayrılışı degan ikki temada to'xtaldi. Bu şu adam ma'lum bir millat qartilgan shu haqorat so'zni tilg'aga vaqtimizda şu Hutularninki tutsilar, ya'ni shu nimadagi Rwandadagi qartilgan irqiy qirg'inchilik boshlanishdan ilgariki ba'zi bir vaziyatlarga diqqat qilib kelib qoldi. Mening o'z vaqtida Hutular Tutsi millatini qurut qo'ng'az deb tilab ketganchu. Bu davlat apparatlari radiolarda ishlatib, Hasan Sheriklar tilgan bu ishda bo'lgandan keyin bu millat xalqning ko'ziga insondek emas, qurt qo'ng'azdek ko'rindikanda shunashqa 100 kun jarayonida 800 ming Hutuni Tutsilarni o'ttiribdi-chu. Buni o'tgan vaqtida hech qanday ish og'rimaydi, chunki ularga inson deb ko'rsatilmagan ular. Qurt qo'ng'izni o'ldirgandeklar. Ruqiya Turdoshmi shu Xitoyning axborotida bo'lsin, Xitoyningki ittifoq organlarida bo'lsin yoki bo'lmasa Xitoyningki bosh sekretari Xi Jinpingning bo'lsin, bularga Uyg'urlarga qartilgan siyosatlarda hargiz rahim qilmaslik, Uyg'urlarni o't cho'p degandek so'zlar, o't cho'pni yoki o'sma, zararlik o'sma degandek tillar bilan suratlaganligini, buning bir qo'rqinchli oqibatga keltirib chiqadiganligini, o'zininki to'plagan sonliq ma'lumotlarga asosan davlatninki axborot organlaridan, istixborot organlaridan emas, axborot organlaridan, matbuotlardan ilingan sonliq ma'lumotlar bilan sharhlab o'tdi. Yani bir nokta ailesinden ayrılgan bir balının hikayesini tushuntirib o'tdi. Mesela 15 yaş bir ayolning 4 balası. 4li balası bırakılan o balla lagerga elib ketildi. Bu yerda o'qish fursati bo'lmaydi. 14 yaşlık, 11 yaşlık bir qiz bola 3 yildan keyin 14 yaşga kirganda chiqadi.
Chiqqan vaqtida Uyg'urchada ra'or so'zlaydigan bola Uyg'urchani butunlay unutib chiqadi. Hatto atasi taraqqi bir ovoz chiqasmi atrofga qarab qo'rqib cho'chib, shundoq endikish ichida yashayotganligini deb berdi. To'g'ri. Bu hamda ashadagi bolalar yo'l qo'yotgan vaziyatning naqadar odamni cho'chitadigan, o'ylantiradigan bir vaziyat ekanligini ko'rsatdi deb o'yladim. Ondan boshqa yana Turkiyaga yaqin yenib chiqqan, tungan bizim tilg'agan bir bolaning hikoyasini misol qilib o'tdi. Bunday bir bolaning kelqi chiqqandan keyin Uyg'urchani unutib ketganligi, ota-onasiga gap qilishni xohlamaganligini misol qilib o'tdi. Demak, shu atalmış bolalar lagerdagi shu vaziyatningki ma'lum bir burjugini ko'rsatib o'tgan bo'ladi. Shu nuqtadan Ruqiyat Turdishninki bu bergan guvohligimi ilmiy nuqtadan hali önümlü bo'lgan guvohlik bo'ldi deb o'yladim men. To'g'ri, albatta, bu bo'libmi keyingi avlod Uyg'urlarning qanday bo'layotgani to'g'risida yaxshi bir tushuntirish berdi deb qarayman. Yana hozir ota-onasi hayot turib, qo'lidagi o'zining farzandlariga o'z iyiga chiqamayotgan, ham Xitoy hukumati buni yatoqli lager, maktab yana bir nima deb akitib, baldir Uyg'ur so'zlamaydigan, qaytib kelsimi Uyg'ur so'zlashdan qo'rqaydigan, yo unutib qolgan, yo so'zlasimi nomus qiladigan bir darajaga kelib qo'yganligi. Yani bir ahırda bir yaş Uyghur kızının bir başlangıçını okuyatkan bir Uyghur kızının bir Xitay muhbir soraydı. Senin Uyghur ismin neme, inanın Uyghur ismin dese, ben desem bulamdı, bulmam, ben desem benim malım cezalaydı yo. Ben numus kılma o inanın mı, aksının mı? Urmusanla deprey. Urmusanla deprey. Ben numus kılma onun ismini Uyghur deyişten de. Hazır 10 yaşlı barabamıgan Uygurlara özünün tilinden özge ata-anası söyüp koygan ismini numus kılgan bir derişke kaldı. Bundaqda alim efendim, siz Georgetown Üniversitesi'nin profesörü James Milward'ın belki bayallar hakkında kısaca tushundirish bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu Washington'dagi dаңlıq üniversite Georgetown Üniversitesi'nin profesörü Dr. James Milward efendi. Bu efendi yine big picture deyimiz çoğun manzara. Xitoy hukumatining nima uchun shunday bir siyosatni elib berayotganligi, bo'lib Xi Jinping chiqqan yoqi bu Xitoyning siyosiy ideologiya jihatga zo'r o'zgarishni alohida sharhlab berdi. Ya'ni bu Dr. James Milward efendining deganda, hamda o'zim yozgan kitob shunday sharhlangan. Yani deganda bu Xi Jinping chiqqan yoqi, ya'ni yaqinqi mezgilda bu Xitoyning siyosiy ideologiyasida, ya'ni Jonghua milleti, Jonghua milleti degan hukm xeyli uzundan yoqi bo'lsa-mu, bular bugun kunda yana Uyg'urlarning Turkiy musulmon kimligini inkor qilish orqali Uyg'ur xalqini, Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning hammasini bu Jonghua milletining bir qismi, bir tarkibiy qismi, xolisimi shu, xolimizmi shu deb yangi Xitoy millatchiligini ko'tarib chiqish orqali yangidan bir Xitoy millatini yaratish. Yani bunun işiga Uyg'ur qatorliq Uyg'urni asos qilgan boshqa millatlarni xolisimi mecbur singdirish bo'linadi. Bu bir assimilatsiyani asos qilgan bir cho'ng siyosatning natijasi. Yani bu odamning o'tirib qo'ygan yangi bir so'zni o'tirib qo'ydi, ya'ni Jonghua-izm degani. Bu marksizm degandek. Jonghua-izm. Yani bu Xitoy millatchiligini, cho'ng millatchiligini asos qilgan bir narsa. Bularning quvvatini azraydi Uyg'urlarga qarshi dedi. Yag'an tarix yaratib chiqarish, ya'ni Uyg'urlarning butkul shu Turk O'rta Osiyo munosabatligi o'zining mustaqil davlat qurgan ayrim mavjud bo'lgan tarixini inkor qilib yo'qotish orqali faqat Xitoydagi bir osonlik millat emas, ya'ni u odamning degani Jonghua irqi, ham Jonghua qini bor bir millat deb tushuntirish orqali buni so'zlab o'tib ketdi. Yani hozirgi yurgizayotgan Uyg'urlarni tutib so'lash siyosatlar emas. Masalan, bu rayonda mechitlarni, mazarlarni chekish, Uyg'urlarning mahallarini yo'qotish, bularning hammasini shu atalmış Şinjan degan bir zaminni bu ilgirgidek, yani nurg'un insonlar biladigan Uyg'urlar va boshqa millatlar his qilgandek bir Sharqiy Turkiston degan bir mustamlik rayon emas, bu faqat qaramoqqa Xitoyning har qanday bir yerga o'xshaydigan yerlik karakterini yo'qotgan, o'chirilgan bir rayon aylantirishdir ularning quvvatini. Shuningga bu odamning alohid deb o'tib ketgani, ya'ni bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgani bu ilg'i madaniy jihatga, jismoniy jihatga irqiy qirg'inchilik degan gap bo'ldi albatta. Madaniy qirg'inchiliklar bo'lib qolmasdan bu ham demographic genocide. Bu nopus jihatga qirg'inchilik bu odamning degani. Ya'ni birisi Uyg'ur nopusini azaytish, ya'ni Adrian Zandiz efendining o'tirib qo'ygan dokladidek, ya'ni birisi Xitoy mustamliki nopusini bu yerda ko'chirib aklish
orqali ko'paytirish. Yani bu adam deb o'tib ketdiki, o'zining yozgan kitobida bir gün so'zda, yana bu 49-yili Xitoy bu zaminni besib olgandan keyin bu zaminlar Xitoy hukumati bu mustamlikni, ya'ni o'zining bir qismi qilish uchun bu yerdagi millatlarni asta-asta assimilyatsiya qilish, u narsalarni o'tir qo'yishdan sirt, andan keyin bu keng ko'lamli siyosatni bugun yurgizyapti. Gerçi ilgari, masalan, hatta Sunjongsandan tortib, bu shu Uyg'ur Sharqiy Turkiston degan ham Mongoliya degan bu yerni biz mustamlaka qilishimiz kerak deb Sunjongsan o'tir qo'ygan deydi. O zaman onun kuchi yo'qdi, ham qilolmaydi deydi. Undan keyin 49-yildan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyatining bir qismi bo'lgandan keyin yana Xitoy Kompartiyasining hukmronligida bu zamonga bo'lgan assimilyatsiya amaliyoti kuchaydi deydi. Ammo bir yaxshiroq davri hamda Uyg'urlarning hamda 49dan keyin 50-yillarda sal yumshagan bo'ldi deydi. Undan keyin 80-yildan keyin Deng Xiaoping chiqqandan sayin yumshagan bo'ldi. Undan keyingi siyosat asosan davomli qattiqlashib minishdan boshqa bir narsa emas deydi. Gerçi bu adam hem de özünün bugünkü bəgən guvalıqda Xitoy hökuməti Uyğurlarga bugünkü gündə cismani, irqi qırğınçılıq yürgüzüwatıdı demigen bolsunmu? Ma otur qoyğan nazariyasi, hem qoyğan misalları, hem tarihi düşendirişleri bu asasen Xitoy hökumətinin şunun qarab məngwatqanlığını şərhlep ötken boldu. Sizden qoşumçu to meningçe etraflıq düşendirdiniz dep oyladım. Çünki bu adamma irqiy qirg'inchilikqa berilgan aniqlama masalasida ozroq to'xtaldi. Shunday. Irqiy qirg'inchilik aniqlamasi, ya'ni Xitoyga kelgan vaqtida Xitoy choqni qayta ijod qildi deydi-ku. Choqni qayta ijod qilishning ayeti yo'q hamda. Bu hukmni ijod qildi demakchi-da. Shunday qilib bu irqiy qirg'inchilik masalasiga kelgan vaqtida men burun bu so'zlarni ancha ishlatmasammi, bu vaqtgi maqolalarni jiq o'qidim. Adrian Zenz qatorliqlarning tadqiqotidagi natijalarni o'qigandan keyin bu hukmni hozir men xil rahat ishlatadigan bo'ldim. Bu hukmdan o'zimni qochmayman dedim. Irqiy qirg'inchilik atalg'usidan. Demakchi o'g'ini? Shunday. Bu hamda bu ko'z ko'ringan g'arbdagi bir Xitoyshunos olim bu hamda bu odam. Mushu nuqtada Xitoyning tarixini tadqiq qilgan, Qing sulolasining tarixini tadqiq qilgan bir olim bo'lib bilan tarixiy va hozirgi vaziyatni birlikka qo'yib turib, bir yerga kelib turib, shu irqiy qirg'inchilik atalg'usidan ancha o'zini chat qochmaydiganligi va bu atalg'uni rahat ishlatadiganligi ham ancha-muncha ishlatib kelayotganligini o'tirib qo'ydi. Demak, bu yerda irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi degan qarashdan o'zini qochmaydi degan. To'g'ri. Bu odam hamda albatta biz Amerikadagi Uyg'urlar bo'lib Washingtonga obdan bilamiz, Dr. James Milwardni. Nurg'un vaqtda ko'rishib bitta paranglashimiz, fikr almashtiramiz degandek. Bu odam ilgari hatto bu Şinjan degan yoki Sharqiy Turkiston degan bir zaminni mustamlik deyishdimi ochadi. Va hozirgi kunda hatto bu yana mustamlika deb e'tirof qilgan bir yerga keldi. Shuning hamda yana o'zim abaytin so'zlagan to'g'ri deydi. Bo'lib Xitoy hukumatining mush bir qancha yildan yoki Uyg'ur xalqiga va boshqa yerlik millatlarga ilib borgan mush qattiq qo'lliq siyosati ham ziyonkashligi mening ideyarimda zo'r o'zgarish paydo qildi deydi. Siz deb o'tib ketgandek abaytin Xitoy hukumati qayta choqni ijod qildi deb tushuntirish jarayonida yana ilgirki, masalan, mustamlikchi hokimiyatlarni Yevropa qolgan davlatlarni misol olgan taqdirda ularning irqiy qirg'inchiligi Xitoy hukumatiniki o'xshamaydi. Shu bular yangidan bir choqni ijod qilish orqali bularning ishlayotgan uslubi, ma'u jinoyatlar farqli ulardan deb aniqlamaga tushmaydi u. Buni nihoyat yaxshi tushuntirib o'tdi. Yaxshi tushuntirdi mencha. Bu odamning shuning bu sotib bergan guvosi mening uchun nihoyat kuchli shaklda bo'ldi. O'zim bir doktor hem alim adam hem tarixchi bo'lganligi uchun bu Uyg'urlarning tarixidan boshqa hozirgi vaziyatni ait yaxshi tushunganligi uchun bu sotqa yaxshi. Ma undan keyin guvohlik bergan yozuvchi ham ilgari Wall Street Journal da muxbirlik bo'lgan Jeffrey Kane apandimi nihoyat yaxshi sharhlab bergan bo'ldi. Siz bu apandimning ba'zi muhim nuqtalarini so'zlab o'tib ketdingiz. Bo'ldi. Jeffrey Kane siz degandek burun Wall Street ya'ni Wall Street Journal deymiz Uyg'urchada. Shu jurnalda muxbirlik qilgan, ya'ni tekshirish doklati yozgan, tekshirish xarakterlik o'chirik xarakterlik xabarlarni yozgan, maqola yozgan muxbir bu jurnalist. Ondan boshqa ekonomistmi, ya'ni iqtisodshunos gazetadimi ishlab ekan. O'zining deyishicha Shimoliy Koreya, Kambodja qatorliq yerlarga berib, u yerdagi qirg'inchilik, ya'ni mustaqil hokimiyatning qanday ishlaydiganligi qatorliq jihatlarda tadqiqot ilib borgan ham Kambodjadagi Khmer Rouge
kommunist hükümetininki şu Kamboçya milletinden başka bölek milletlerini insan katardı kömey. Biz degen en aşağıdaki hoca millet, yukarı master race. Yani hoca millet yakıp aşağıdan biz akı milleti, noçsi biz en ilgar, en terakki kıygan degen şekilde yerliklerini kanşek kırgallıqı, ular kanda kırgınçlık elip bağallıqı, tədqiqat kırgallıqını yazıdım. Bu adamın deyişçe bu kitapını özünki yani Perfect Police State yani mükemmel sakçı devleti degen kitapını yazıp çıkan bir abdur yıkın yani neşir kılınıp çıkıyaladı bu adam. Muş kitap hakkında sözler kılavatıdı. Yani bu perfect yani mükemmel sakçı devleti degen bu atalgı BuzzFeed'de ilan kılıngan makalalar oturup koyulgan bir isim vardı. Şundaki çıkan bu lekin bu kitap olap yazıldı. Bu kitapını ben önce okup çıktım, okugan burun. Lekin tolak tüketmedim. Bunda de bu adam bir atalgını oturup koydu şu. Xitayning g'arbidagi Şinjan'da diki xalqlar özünün turayotgan şu distopiyani vaziyet deb ataydı ekan deydi shu. Şamal yo'q ham deydi. Uyg'urlar vaziyet bunda olib ketdi, vaziyet bunda olib ketdi deydi. Ilq ashdan o'zi ham aşağı bo'lgan tushanchisini chonqurligini ko'rsatdi shu. Vaziyet deb ataydı ekan deb deydi. Bu kitobni yozish jarayonida mush kitop haqida to'xtaldi azroq bayatniyag'i. 168 odamni ziyorat qilgan. Bunun arasında sabık guvaçılar, lagerden çıkan, ya ki lagerge okşaş bir orullarda atalmış terbiyelerini kögen, psikolojik, ya ki böyle şekildeki zulümlağa, ten cezasıga, cezalaşlığa uçurgan, kıynaklığa uçurgan 168. Bunun arasında yana sabık diplomatlar, hükümet xadimleri ve Xitay'ınki casusları. Nang bağlıqını deydi. Aşına qanday tapqanda. Ben paraz qildim. Şunu bu bala deydi, şu özünü Xitaydan özü örüş aldık casusken bu deb yazıldı. Ziyaret qilib, hammani qo'shab kelib, şu vaziyatni bu adam yoritib bergan bu kitobda, yani bunun da psikologik tan cezası, yani ruhiy qiynaq, fiziklik tan cezası, jismoniy qiynaq qadarliqlarninki her zaman mevcut ekanligi. Bunda qiynaqlarninki hükümet ve hükümetleşken orullar tarafından elip verilganlığı. Herkesin şahsi gelip verilgan bir kıynaş bu tan cezası bulmaydıganlığı. Degandek noktalarda kelip veyadaki vaziyetninki asasen şu özünki şu mükemmel sakçı devletlik aylanıp olgan bir rayon ekanligini tushuntirib nimlaydi o desem, ben Şimali Koreyaga bargan. Şimali Koreyadagi vaziyetni biz faşistik vaziyet deb atasak, bizninki bu benim tədqiqatımda yani Şinjan yani Uygur diyardaki vaziyetni ma'lum jihatdan bu Sovetlar İttifaqıga ma'lum jihatdan Şimali Koreyaga ma'lum jihatdan Kamboçyaga seliştiğini bolsunmu ortaqlıq ega bolsunmu bular tamamen o'xshamaydi deydi şu. Ular 18 19 yoki 20 asrdagi bir xil usullar bilan elib berilgan saqchi davlati yoki ashtaq bir shakldagi zulm rejimlar bolsunmu ama bu Uygur diyarındaki bu zulüm, bu rejim, bu qiynaqlar, bu hazırki vaziyet deydi. Xuddi ilmi fantaziyalik filmlerdeki, ilmi fantaziyalik hikayelerdeki görünüşlerge o'xshaydi deydi. Çünkü bu ilg'or texnikalar bilan elib berilayotgan, çünkü ular so'zlagan vaqtida mushuni mumkinmi deb o'ylab qaradik darajadagi bir vaziyatning borligini es qilganligini yozadi. Bu odam yana aniq deyishcha, yana bu yerdagi master race degan atalg'ini yana tilga oldi-chu. Hazır Xitayda umumyüzlük bulapma Uygur rayonida vaziyetninki umum vaziyetninki taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, Xitoylarning engida ular o'zininki tarbiyalaguvchi, ularning tarbiya ko'rgan, madaniyatlashgan, ilmiy taraqqiy qilgan pullar odamlardek tuyuldiganligi, o'zining ko'ngilda ashta hissiyat kelib qolganligi, ularga Uyg'urlarni tarbiyalayotganligi, o'zgartirayotganligi, ilg'orlashtirayotganligi, ularni zamonaviy bir millatga qalaqliqdan o'zgartib zamanimi milletke aylandırıyotgan hoca millet, aki millet ve terbiyeci millet işgalligidan ibaret bir hukumunun şekillengenligi bunun pek xatarlik aqıbatini keltirib chiqardiganligini agalandirish berdi bu adam. Doğru. Yani bu keng ko'lamlik vahshiylik yani mass atrocities deb atadı bu adam yad bo'layotgan ishlarni. Endi bu yad bu adamninki bu yozuvchininki bayonlarga diqqat qilish tegishli bo'lgan yana bir nuqta. Bu aşağıdaki zastatlar yoki sotchilar, aşağıdaki mutaxassislar bu kişiden yani Jeffrey Kane'dan so'radi. Xitoylar mush Uyg'urlar qaratayotgan bostirishini
deydi şu. Atalmış demedi hem de Afganistan yoki Suriye qatarlıq rayonlarda can qılıb atqan aşağıdaki qurallıqlarning sepib qo'shilgan Uyg'urlar bor. Ya'ni chekidan oshgan ashaddiy, asabiy yoki oshqun Uyg'urlar bor. Ular qaytib kelib mishada shu terrorlik harakatlarini elib berib, jamiyatni qalamqonlashtirdi. Biz shularning oldini olish uchun bularni tarbiyalaymiz degan gapni qilib o'tdi Xitoyning hukumati. Siz buning qanday qaraysiz degandan men hatto Afg'onistonda tug'an shu Uyg'urlarningki kuzatishni o'tilgan jasuslarni so'zlashdim deydi shu. Ular yo'qkan deydi u yerda shu. Bu odam topolmabdi uni deydi. Jasus turib topolmagan gap Xitoyninki, Pokistonning hatto bu adam qo'n demedi-ku, o'z vaqtida bu bolaning deyishcha, men faraz qildim bu bolaning kim ekanligini siz faraz qildingiz. Berib Pakistan yoki Xitoyning bir istihbarat organlarining yordami bilan bordi-ku Afg'onistonga. Shunday gap. Shunday berib turib, u bola topolmaydi deydi. Topolmay keyin Turkiyaga qaytib ketdi. Shu bolaning depagini asos qilib yozdi ekan. Uningdan boshqa u Suriyada ichki urush qatnashgan va shu yerdagi ishlarni xabar topgan, shu ishning o'tirishlik odamlarni ziyorat qildim deydi. Qilgandan keyin u yerda Uyg'urlarning soni bek cheklik deb so'zlab berdi-ku odamcha. Hem ularning qurilish o'nchlik bir kuchlik emas, u jiqlar o'lab tugidi ularning deydi-ku. Demak, ularning bag'idek Xitoyga qaytib berib, bag'idek Xitoyga qaytib berib bir qalamqonchilik terg'idek hech qanday kuchi yo'q. Buning o'zimi asossiz putirab turolmaydigan bir mantiqa deydi-ku. Demak, Xitoyningki Uyg'urlarni biz terrorchilikdan qutuldirib olish uchun tarbiyalayapmiz degan mantiqning putirab turolmaydiganligini har tarafdan yo'ritib berdi. Menimcha bu yaxshi bir doklad berish bo'ldi deb qaradim. Yana bir nuqtani qo'shish to'g'ri keldi. Kimlik krizisi. Xitoyning shu Uyg'urlarga qaratgan ming yuyish harakatlarida shu mayli qisqa mezgillik bo'lsa-mu, buningdagi jismoniy va fiziklik tan jazosi, ya'ni shu ruhiy tan jazosi, jismoniy tan jazosi o'rtaq gavdalashgan bir majburlash bo'lg'achqa deydi. Bularda kimlik tuyg'usi sustab ketgan, qo'rqashdan bo'lamdi yoki o'zining kimligini ifodalashdan ansiraydigan bo'lib qolgan deydi. Bularda kimlik krizisi allabirun shakllanib qolgan deydi. Jiddiy yo'qotayotgan sharoitda chet elga chiqib o'zining kimligini qutuldirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Chiqqanlar endi ancha-munchada. Shu chiqmagan bo'lsa, men o'zim ziyorat qilib 168 odamning orasidagi gapni qilyapti bu odam. Demak, shu o'g'limiz bu Uyg'urlar o'zining qini to'kilgan, o'zining ona yurti, ona makonida o'zining kimligini qo'g'dash imkoniyatiga ega emas, hatto yo'qotish xatarida. Bular o'ziga yot bir tuproqlarda, yoki yurtlarda musofir bo'lib yashash jarayonida o'zining kimligini hatto qutuldirib qo'yish imkoniyati bor. Ma farqni qarang. Buningdagi selishtirma qarang-da. To'g'ri. Bu odamningki shu nemisidagi bugungi guvohligidagi kuchli nuqtalar shu deb o'yladim men. Navbat sizni qo'shimcha qiladigan taraflaringiz bo'lsa, texmi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bu odamningki Jeffrey Kane o'zi bir jurnalist ham yozuvchi bo'lgan ekan. Bu siz degandek bu bizning vatanga berib ekan 2017-yil. Bu bag'anda bu deydi, mening ko'nglim men kelgusiga qolgandek his qildim deydi. Yani o yerki sakçı devleti, hem de sakçı devleti gen sakçı emniyeti var degan gap. O sakçıdan iş emas, bu Xitoyning yuqori texnikalik sakçı devleti yani. O yerda degan apparatlar yuzini tanıydigan, mangan qadimidan tortib biladigan hamma jihatda bir mukammal ashunda biri. Munda bo'lgan bir texnikalik sakçı devletining. O qarab bu basli siz aytgandek bir fantaziya kinoda, Minority Report dedi. Tom Cruise ishlagan. Aslanlıq millət doklad edəmdik şu kinoda kelgüsdə kaldısığı bir xiyal kep boğuça bir atalmış cinayet sakçılar bilib bulup kep tutulğan da şunda bir yekə qağınımını his qıldım deydi. Yani bir sahabaytın məsələn Kamboja bolsun, Şimali Koreya və qalan dövlətlər bolsun aşağıdaki irqi qırğınçılıqdan elementləri meyədə gördüm deydi. Gerçi bu fərqlənsin mi? Çaq yanılanğanda yeni şəkildəki bir irqi qırğınçılıq bolsun mu? Anınki tusunu ağan bu yerdə bu atqan işçiler deydi. O ne? Annekin hem de bunun ahire sorgan sualda hem de şöyle Uygurların salahiyetini saklap kalalamdı. Yani biz kalıcıyıp adamını özgertelemdi. Degende bu boludu deydi. Hatta bir hanımını misal gelip 10 gün solap koyup çıkkanğa bir yıl hoşuq kelemey qoqqap kündü perdesini taqap. O yerda xususi saqchi kelib tutib ektidigan shunchalik bir vahshiy bir vaziyatni qilib 10 gün solgan adam unda bo'lsa 1 yil solgan, 4 yil solgan, kesilgan adamning taqdiri qanday bo'ldi albatta. Texmi. Lekin oxirida Xitoy hukumatining maqsadi bo'lsa master race. Xo'ja bo'lgan millatning hakimiyeti ostida qolgan millatlarni asta-asta supurib tashlash, Uyg'urlarni asta-asta dini
tarihi, tili, örf adeti bolsun hemenasını asta joguşturup yoqtup, Xitay degan millatning xo'jadarligini, hamiyada atalmış 56 millat bolsunmu, bo'lib Uyg'ur rayonida Xitay millatining xo'jadarligi ne hakimiyatga beshini ularning o'rnini tiklab, Uyg'urlarni chetga qiqib, asta o'chirdi işte. Şu yakınga keldi, men shu odamning bergan dokladi guvaligi, James Millward apandining kim bergan ikkinchi bir-birini to'liqlaydigan nihoyat kuchli guvalar deb qaradim. To'g'ri dedingiz.